buxgalter degani bu har doim ofisda o'tirishi kerak, buxgalter ishini kamaytirish. Buxgalter deganda yosh katta bir ayol. Hammada shu taqdir bor. Ha, o'sha lampashi deydimi, shunaqa prichoskali, Shunaqa. katta ochkili, yonida cho'ti bor yoki bo'lmasa kalkulyatori bor, mana buncha qog'ozi bor. Zreniyasi tushib ketgan. Zreniyasi tushib ketgan Xuddi shunaqa. va doimiy jahldor, doimiy jahldor bir ayol Xuddi shunaqa. gavdalanganda. Siz ham so'rashingiz mumkin, men o'zi qancha oylik oldim? Maqtaningchi deydi-yu. Xohlagan joyda internet bor joyda ishlab ketaveradi. Tailandda o'tirib отчет topshirsa ham bo'ladi. Kompyuter ketdi, buxgalteriya yo'q. Mana eshitinglar, xavfsiz ekan. Buxgalter aniq infarkt bo'ladi. Bermayman dedim buxgalteriyangiz. Manda turibdi, nima qila olasiz? Siz yaxshi inson bo'ladi. Xo'sh. Buxgalter ham borsin, dam olsin, ko'rsin, dunyo ko'rsin. Hammaga assalomu alaykum. RS podcast yana comeback qildi, yana qaytyapmiz. Xudo xolasa, yangi boshlovchi, yangi studiya, yangi dekoratsiyada bugun efir yuzini ko'ryapmiz. YouTube'da bizni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha Realsoft YouTube kanalida bizni podkastlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bugun o'zgacha podkast, xudo xolasa, bugun loyiha haqida gaplashamiz. Ya'ni Realsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Keeping Online buxgalteriya platformasi ishga tushirilgan. Mana shu Keeping Online buxgalteriya platformasini asosiy sozdатели deymiz ruschasiga, asoschilari bugun studiyamizda mehmon bo'lishadi. Faxriddin aka, Jamshid aka Abdusamadovich. Jamshid akani ko'pchilik o'sha agarda buxgalter bo'lsanglar, o'sha Keepingdan foydalanib yurgan odam bo'lsanglar yoki bo'lmasa Instagramda buxgalteriyaga aloqador bo'lgan odam bo'lsanglar, albatta Jamshid akani juda yaxshi taniysizlar, juda ko'p chiqadilar. Chunki ularning darslari bor, ularning buxgalteriya haqida ko'plab fichalarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bugun shu insonlar bugun dasturimizning mehmonlari. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu Alaykum assalom. Bugun Keeping haqida gaplashish uchun yig'ildik. Keeping buxgalteriya platformasi haqida. Mana so'nggi 1 yil ichida buxgalteriyaga aloqasi bo'lgan odam borki, lentasidan shu Keeping chiqib kelaveradi. Keepingga nima a'zo bo'ling, mana bunaqa platforma, bunaqa platforma degan ko'plab xabarlarga o'zim ham shaxsan duch kelyapman. Shuning uchun bir so'ramoqchi edik. Shuning uchun sizlar bilan bir suhbat qilib, shu platforma haqida gaplashishni niyat qildik. Yaxshi narsa ko'p bo'lishi kerak deydi-ku. Shuning uchun qani bir o'zingizlardan eshitaylik. Biz endi reklamalarni ko'rdik, boshqa narsalarni ko'rib turibmiz. Endi o'zingizlardan eshitaylik. Keeping platformasi haqida. Bu o'zi nima bu? Qanaqa platforma bu? Keeping nima uchun nomi Keeping deb qo'yildi? Qanaqa o'zi bu? Qanaqa ishlaydi bu? Boshqa buxgalteriya platformadan farqi nimada degan savollar tug'ildi-da. Shuning uchun sizlarga bu savollar murojaat qilsak, o'zi bu qanaqa platforma? Nimaga nomi Keeping? Yana Keeping buxgalteriya platformasi davomimizda yana u milliy platforma degan so'z ham bor orasida. Shu tomonlaringizga tushuntirib bersanglar. Yaxshi. Xo'p, birinchidan taklif qilganingiz uchun katta rahmat sizlarga. Endi Keeping haqida gapirmoqchi bo'lsak, Keeping platformamiz onlayn buxgalteriya programmasi, lekin bu Realsoft kompaniyasining ichidagi bitta loyiha hisoblanadi. Realsoft kompaniyasining juda ko'p loyihalariga asosiy g'oya beruvchisi general direktorimiz Hikmat aka bo'ladilar. Buni ham xuddi Hikmat aka o'zlari tavsiya berganlar nomlarini. Keeping nomlanishi bu, ya'ni saqlab turish ma'nosida, ya'ni buxgalteriya hisobini saqlash, o'sha kerakli ma'lumotlarni o'zi birlashtirish ma'nosida bitta joyda saqlash va o'sha kerakli odamga jamlangan ma'lumotni yetkazib berish maqsadida Keeping deb nom berilgan. Mana shu nomasida xudo xolasa mana 1 yildan beri boshqatib ishlab yotibmiz. Barcha ma'quliga kelmasa bir so'rasam bo'lamiz. Platforma o'zi qachon ishga tushdi? Faxriddin aka, sizdan ham eshitdik. O'zi nima deydi? Buxgalter sifatida men hozir aytib o'taman. Nega bu Keeping platformasi yaratilgan? Umuman O'zbekiston Respublikasida shu buxgalter bo'lganmanki, bitta umuman buxgalterlar orasida bitta fikr bor edi. Xo'p. Masalan, fizikada ham bo'ladi, matematikada bo'ladi, konstanta degan tushuncha bor. O'zgarmas degan narsa bor edi. Bizda buxgalterlar orasida ham shunaqa bir tushuncha bor edi. Buxgalteriya onlayn umuman raqamlashtirilgan buxgalteriya deganda faqat bitta nimani tushunishardi. Bitta dasturni, buxgalteriya hisobini yuritadigan dasturni. Shunaqa o'zi bu yerga kelishimdan oldin ham buxgalteriya qozonida yaxshilab qaynaganmiz. Demak, bu sohaga begona emassiz. Begona emasmiz. Ma'lumot o'rnini yetib ketmoqchimiz. Bu ikkala inson ham kamida 15-20 yillik tajribaga ega bo'lgan buxgalterlar. Jamshid aka o'zlari ham 20 yil bo'lib qoldi, Jamshid aka? Yaqinlashib qoldi. 20 yillik o'zi mana ancha katta stajga ega bo'lgan ikkalovligi ham katta buxgalterlar hisoblanishadi. Xuddi shunaqa. Masalan, buni yaratishdan asosiy maqsad birinchidan aslida isbotlash emas. Ya'ni bizda shunday
g'oya paydo bo'lganki, o'zimizni milliy buxgalteriya dasturini ham yaratsak bo'ladi. Qo'limizdan keladi. Qo'limizdan keladi. Shuncha masalan imkoniyatimiz bor, shuncha dasturchilarimiz bor. Nega o'zimiz buxgalteriya programmamiz bo'lmasligi kerak? Bo'lib ham shunday bo'lishi kerakki, buxgalterlar har doim ofisda yoki kompyuter orqasida mixlanib qolishi kerak emas. Men o'zim nima deydi, buni boshimdan o'tkazganman. Masalan, kun bo'yi o'tirardik. Buxgalter degani bu har doim ofisda o'tirishi kerak. O'sha yerda rahbar so'raydi yoki kimdir so'raganda buxgalter kerakli ma'lumotni berish uchun ofisda bo'lishi kerak. Shuni avtomatlashtirsak nima bo'ladi? Yoki rahbarga masalan qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, nimaga aynan buxgalter uni borib dasturni ochib yoki nimanidir varaqlab olib berish kerak? Shuni o'zimiz avtomatlashtirishimiz mumkin-ku. Ya'ni rahbar o'zi shuni deylik qandaydir internet vositalari orqali shu ma'lumotni olsa bo'ladigan qilish g'oyasi bizda paydo bo'lgan. Jamshid akam aytganlaridek bu g'oya aslida ta'sisimiz Hikmatullo akadan chiqqan. Yana bitta sekretni aytaman. Boshqa kelganimda sekretlarni ochish kerak-da bugun. Shularni yetishingiz uchun. Ochiq eshiklar kuni bo'lyapti-ku. Shuni yetishinglar uchun bugun sizlarni studiyaga chaqirganmiz. Xo'p. Ya'ni bu yerga taklif qilinganimda hisob bor edi, buxgalteriya hisobi bor edi, yuritilgan. Faqat shu boya aytganimdek hammasi o'sha ma'lum bir dasturda qilingan, eskiroq versiyada. Bu menga unchalik nima bo'lmadi, qoniqtirmadi. Ayta olmayman, buxgalter ishlagan, no meni qoniqtirmadi. Menga o'sha butun korxonani o'sha tashkil topganidan bugungi kungacha bo'lgan tarixi kerak edi. Buni rahbariyatdan so'raganimdan Hikmatullo aka bilan gaplashganimizda birinchi marta shuni qanday qilib beray, men shu buxgalteriya hisobini boshqatdan yangiroq versiyaga o'tkazmoqchiman. Sizga oxirgi 1-2 yil kerakmi yoki butun istoriyasini, ya'ni tarixini o'tkazib beraymi degan. O'zim ham buxgalter sifatida yoqtirmayman. Masalan, istoriyani kesib tashlab bir 3 yillik, 2 yillik nimani yuklash yoqtirmayman. Chunki qidirib qolasiz. Qachondir bir ma'lumot kerak bo'lsa, qidirib qolasiz-da uni. Shunda yo varaqlashingiz kerak bo'ladi, papkalarni yoki qaysidir eski versiyani ko'tarishingiz kerak. O'zim ham xohishim shu edi, butun istoriyani yuklayman, ma'lumot qo'limizda bo'ladi. Xohlagan vaqtda kim nima so'rasa chiqarib berish oson bo'ladi. Keyin Hikmatullo akadan so'radim, aka menga shunaqa kerak. Mana shu buxgalteriyaning hozir yangi versiyasi chiqqan. Endi nomini ayta olmayman. Ha, tushundik. Olishimiz kerak. Men tiklayman shu narsani. Keyin ular menga aytdilar, Faxriddin, mana shunaqa hozir o'zimizda shunaqa g'oya bor. O'zimizning milliy buxgalteriyani yaratish g'oyasi bor. O'shanda yuritsangiz qanday bo'ladi dedilar. Hali boshlanishida aytdim-ku, o'zim ham mana shu Real Sofa kelganim asosiy maqsadi, men o'zim buxgalteriya programmasini yarataman deb kelganman. Boraman, o'qiyman. Hatto posolsiyalargacha kirganman. Men boraman, shu dasturlarni o'qiyman, buxgalteriya programmasini yarataman. Xullas, menga Hikmatullo aka aytdilar, o'zimizni dasturda yuriting dedilar. Ozgina to'g'risini aytsam erishib tuyuldim. Bu dastur demak bu shu paytda bo'lgan. G'oya bo'lgan. G'oyasi bo'lgan. Endi yilni ham nima qila olmaymiz. G'oya bo'lgan. Hikmatullo akada bo'lgan shu narsa. Qilamiz. Milliy buxgalteriya programmasini yaratamiz degan g'oya bo'lgan. Xullas keldim, keyin o'sha o'zim uncha ishonch hosil qilmadim. Ya'ni o'zim xohlayapman milliy buxgalteriya programmasini yaratishni, lekin o'zim ishonmayapman shu hozir mana shu amalda bo'lgan buxgalteriya programmasidan tashqari yana qanaqadir buxgalteriya programmasini yaratish mumkinligiga o'zim ham ishonmagan. Chunki aytdim-ku, hali fizika, matematikada o'zgarmas nimalar. O'sha dastur ham shunaqa bo'lganda o'zgarmas. Yo'q. Shu eng optimal variant, buxgalterlar shu boshqasini yaratish iloji yo'q. Shu nuqtai nazardan o'sha amalda bo'lgan buxgalteriya programmasida, yangi versiyasida butun jarayonni, o'sha butun tarixni tiklaganmiz. Vaqt o'tishi bilan keyin mana shu milliy buxgalteriyani yaratish g'oyasi realizatsiya qilinib boshlagandan keyin men bu proyektga qo'shilganman. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad buxgalter ishini kamaytirish. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, o'sha buxgalteriya hisobini tiklaydigan, buxgalteriya hisobi tarqoq bo'lgan korxonalar, tashkilotlar bor. Tiklash, buxgalteriya hisobini tiklashni osonlashtirish. Ya'ni oddiy qilib aytganda, masalan, bitta xodimlar to'g'risida ma'lumot kiritayotganingizda, xodimning PNFLni kirit, pasport ma'lumotini kirit, keyin prikazini qil, bo'limini yarat yoki boshqa o'zini nimalari bor, prosesslari bor. Shuni
avtomatlashtirsa bo'lmaydimi? Masalan, shu ma'lumotlar bo'lgan-ku, qayerdadir bor. O'sha yerdan olib foydalansa bo'lmaydimi degan maqsadda shu buxgalteriya programmasi o'zimizning Keeping.uz milliy buxgalteriyamizda yaratilgan. Asosiy maqsad buxgalterlarni ofisdan tashqariga chiqarish. O'tirmasin. O'zani eski kinolarda ham ko'rganmiz, buxgalter deganda yosh katta bir ayol. Hammada shu tasvir bor. Ha, o'sha bo'ladi. Endi ani eskicha lampashcha deydimi, shunaqa prichoskali, katta ochkili, yonida cho'ti bor yoki bo'lmasa kalkulyatori bor, ma'muncha qog'ozi bor. Zreniyasi tushib ketgan. Zreniyasi tushib ketgan va doimiy jahldor bir ayol shunaqa gavdalanganda buxgalter deganda shunaqasi ko'ringan. Ya'ni buxgalterlarning kiyimi ham bo'ladi, anaqa taqib oladigan nimadir, ana anaqasi yengi kirib bo'lmasligi uchun taqib oladigan shunaqanaqasi bo'lgan. Shunaqasi ko'z oldimizga kelgan. Ha, chunki u qog'oz ishlatadi. Ha. Qog'ozni rang ishlatadi, ruchka ishlatadi, kir bo'lishi mumkin. Biz yana bitta asosiy maqsadimiz buxgalterni qog'ozdan qutqarish. Qog'ozdan to'liq voz kechish. Shu. Demak, unga printer shart emas. Shart emas. Shart emas. Printer shart emas. Desak ham bo'ladi. 90% printer shart emas. Hozirgi kunda Keepingda qancha foydalanuvchi bor, Jamshid aka, va endi bilmayman, bu ma'lumotni ochish mumkinmi yo'qmi, yoki qancha pul aylantiriladi ichida? Buxgalteriya shoti qancha yuritiladi? Shu narsalar bo'yicha ma'lumot bormi? Foydalanuvchilar haqida nimalar foydalanishadi, o'zi kimlar foydalanadi buning ichida? Xo'p, yaxshi savol berdingiz. Endi Keepingda hozirda ham sir emas. 10 mingdan oshiq, 20 ming atrofida o'sha foydalanuvchimiz bor. Buning ichida o'sha agar faoliyat turiga bo'ladigan bo'lsak, o'sha hozirda nodavlat bog'cha tadbirkorlari bir qismini tashkil qiladi, fermer xo'jaliklari bir qismini tashkil qiladi. Chakana savdo muvaffaqiyatlanish korxonalari bor, orasida yirik tashkilotlarimiz ham xohlasa. Demak, har qanday sohaga tushadi bu buxgalteriya. Bu endi buxgalteriya sohasi programmasi aynan bir faoliyat uchun deyish juda ham tor doira. Barcha faoliyatni qamrab olish kerak bo'ladi. Uni u tomoni buxgalteriya sanoatiga bog'liq bo'ladi. Buxgalter bilimiga asosan xohlagan faoliyatga olib ketsa bo'laveradi. Demak, o'sha chorvachilikda ham, magazin yuritsa ham, albatta, dastur juda bog'cha yuritsa ham, maktab yuritsa ham, demak, qanday har qanday turdagi holatdagi bo'lsa ham yuritsa bo'ladi. Moslashuvchan. Yana bitta joyi bor. Shaffof. Masalan, mana shu bizni Keeping.uzga ulanish, uni xizmatlaridan foydalanish, keyinchalik keyingi qadamlari o'ylab siqilmaysiz. Masalan, bugun men sotib oldim. Ertaga qayerga pul to'layman? Ertaga savol tug'ilib qolsa, kimga murojaat qilishim kerak? Yoki buni texnik qo'llab-quvvatlash o'chib qolmaydimi? Unaqa emas. Bir marta to'ladi, sotib oldi, bo'ldi, tamom. O'sha 1 yilda hamma imkoniyatlar bepul foydalanish mumkin. O'ylamaydi. Ya'ni yana shartnoma qilay, bular texnik qo'llab-quvvatlash bilan bog'lanishim kerak. Texnik qo'llab-quvvatlash deganda qanaqa ma'noda qo'llab-quvvatlanadi? Buxgalterlarimiz. Texnik qo'llab-quvvatlash asosiy buxgalteriya savollariga o'zim javob beraman. Texnik qo'llab-quvvatlash nomeri, raqami, telefon raqami o'zimda, o'zim javob beraman. Undan tashqari tizimga bog'liq bo'lgan savollar bo'lsa, o'zim o'sha dasturchilarga yo'naltirib qo'yaman. Texnik qo'llab-quvvatlashi qamrab oladigan savol-javoblarga men misol uchun o'zim shaxsan aytaman. Texnik qo'llab-quvvatlashda har xil buxgalter chiqadi, har xil sohadagi, har xil bilimli, bilimsiz darajadagi chiqadi. Unisini farqi yo'q. Birinchidan ko'pchilik so'rashadi, texnik qo'llab-quvvatlashga meni pul to'lasam 1 yilda qancha limitim bo'ladi, so'rashim kerak bo'lgan degan savol berishadi. Xuddi pul berdiki, mana shu pulga yarasha qancha narsa so'ra olaman deydi. Bu narsaga men aytaman, hattoki Keepingga a'zo bo'lmagan bo'lsang ham telefon qilaver, men yordam beraman. Degan taklif beraman. Bu endi cheksiz. Bu faqat Telegramda amalga oshiriladimi? Telegramda va Keepingda ichida telefon nomeri yozilgan. Agar Keepingga kirib, a'zo bo'lsa bo'lmasa, nomerim ko'rinib qolgan bo'lsa, bemalol buxgalter tomonidan taklif berishim mumkin. Savollarga bemalol javob beraman. Demak, aytaylik, buxgalter Keeping platformasidan foydalanadigan vaqtida o'sha qaysidir deylik shot berishga yoki provodga berish joyiga kelgan paytda qiyinchilikka duch keladigan bo'lsa, shuni video qilib yoki bo'lmasa skrinshot qilib sizga jo'natib berish mumkin va shu holatda javob berasiz. Asosan javob berishimiz usuli eng nima deydi, eng optimalmi? Optimal usuli biz uchun emas. Foydalanuvchiga yetib borishi osonroq bo'lgan optimal variant o'zimiz video qilib tashlaymiz. Qisqa savol keladi, masalan. Matn ko'rinishida savol keladi, masalan. Shu funksiya qanday bajariladi? Shu provodni qanday beraylik? Yo Jamshid aka yoki men yoki boshqa texnik podachkani xodimlari o'sha jarayonni videoga olib, ekranni o'zidan videoga olib tashlab qo'yamiz gruppaga. Hammaga oson bo'ladi. Telegram gruppada hozir ommalashgan ijtimoiy tarmoq Telegram. Telegramda javob beriladi.
hozir shunday. Xo'p, endi mana bu asosan buxgalteriya uchun mo'ljallangan, to'g'rimi? Keeping. Asosan buxgalteriya. Ha. Endi buxgalter bo'lmagan odamlar ham bundan foydalanishi mumkinmi? Albatta mumkin. Masalan, Deylik, korxona rahbarining o'zi foydalanishi mumkinmi? buxgalteriya hisobini masalan foydalanuvchisi faqat bitta buxgalter emas. Xo'p. Buxgalteriya hisobini ma'lumotlaridan o'zini foydalanuvchilar auditoriyasi bor. Bu to'g'ri aytasiz, birinchisi buxgalter o'zi, korxona rahbari, korxona ta'sischilari bo'lishi mumkin. Hattoki o'sha korxonada ishlaydigan xodimlar ham buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini iste'molchisi hisoblanadi. Shunday. Masalan, siz ham so'rashingiz mumkin, men o'zi qancha oylik oldim? To'g'rimi? So'rashingiz mumkin. Siz ham foydalanuvchisiz. Keepingda hali boshlanishda bekorga aytmadim. Har bittasiga buxgalteriya javob berish shart emas deb. Masalan, agar korxona shu keepingdan foydalanadigan bo'lsa, o'sha xodim o'ziga kerakli ma'lumotni ham onlayn masofadan olishi mumkin. Hozircha faqat Telegram bot orqali qilganmiz. Keyingi rejalarimiz bor. Boshqa variantlarni ham hali oxirroqda aytadi Jamshid aka. Yoki rahbar. Buxgalteriya hisobidan tashqari boshqaruv hisobi degan narsa bor. Boshqaruv hisobida nima bo'ladi? Daromad, foyda, zarar. Masalan, ma'lum bir proyektga necha pul sarflayapti, necha pul foyda olyapti. Bizda o'sha dashbordimiz bor. Yana o'sha kelajakdagi rejalarimiz bor. O'sha aynan boshqaruv hisobini alohida qilib, o'sha rahbarga kerak bo'lgan ma'lumotni rahbarning qo'lida ko'rinib turadigan qilib berish. Ya'ni Keeping.uz platformasidagi buxgalteriya hisobi ma'lumotlari o'sha korxonaga tegishli korxonaga bevosita nima bo'lgan, nima deydi? Bog'liq bo'lgan xodimlarga, shaxslarga ochiq bo'ladi. Butun ma'lumot emas, o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumot. Deylik, men xodim bo'lsam, sizdan ma'lumot so'ramadim, Telegram bot orqali o'zim kerakli bo'lgan mana shu oylik misol uchun boshqa ma'lumotlarni olishim mumkin. Olishingiz mumkin. Qachon prikaz chiqqan o'zi, qachon ta'tilga chiqishingiz kerak, qachon chiqqansiz oxirgi marta. Qancha oylik oldim, qancha rasxod qildi. Bemalol. Qancha rasxod qildingiz? U shaxsiy nima? Rasxodingizni nazorat qila olmaysiz. Yo'q, rasxod deganda men misol uchun deylik, nima deydim? Подоходный налог demoqchiman. Soliqlaringizni ko'rasiz. Soliqlarni ko'rib tursa bo'ladi, qancha to'layotgani. Demak, tushunadi. Xo'p, yana nima jihatlarimiz bor? Maqtanadigan qani bitta maqtaningchi deydi-yu. Shunga o'xshab nima afzalliklarimiz bor yana bu platformada? Xo'p, eng asosiysi bizni o'sha kelajakka olib borayotgan maqsadimizdan biri barchasini bitta sahifada olib borish. Ya'ni buxgalterlar avvalgi buxgalter qanday bo'lgan? Buxgalter hisobini yuritish uchun 5, 6, 7 sahifalarga kirib, ma'lumotlarni jamlab bitta hisobot qilishgan. Shuni bitta joyga jamlash birinchi asosiy maqsadimiz. Aytib o'tganimizdek, o'sha Faxrni aytgandek, qog'ozdan qilib turish va foydalanuvchilarga ofisdan turmasdan turib javob berish kerak bo'lsa, shuning uchun qulayliklardan bittasi onlayn bo'lganligi uchun joy tanlamaydi. Xohlagan joyda ishlash mumkin. Alohida ustunlikka qilish shart emas. Xohlagan joyda internet bor joyda ishlab ketaveradi. Demak, Tailand orollarida o'tirib ham bemalol yurg'isi bo'ladi, notebook bo'lsa bo'ladi. Shunaqami? Dam olib turib ishlash. Shunaqa. Buxgalter ham borsin, dam olsin, ko'rsin, dunyo ko'rsin degan ma'noda. Buxgalterlar. Rahbar so'raganda aynan shu kompyuterning orqasiga kelib o'tirib javob berish shart emas. Aytganda Tailandda o'tirib ham javob bersa bo'ladi. Yoki Tailandda o'tirib отчет topshirsa ham bo'ladi. Bo'ladi, demak. Ish haqini ham to'lasa bo'ladi. Bugun avans kuni yoki ish haqi kuni ofisga kelish shart emas, Tailandda chiqaraveradi hisob kitobini qilib. Demak, hurmatli foydalanuvchilar, korxonangizda buxgalter xonasi bo'lsa, xonani yopinglar, ularga bitta notebook bo'lsa bo'ldi ekan. Ularga xona ham shart emas ekan, keeping ishlatadigan bo'lsa. Ofis arendasidan ekonom qilib beryapti. Qarang, bu tomondan ekonomiya ham bor ekan. Shunday. Xo'p, agarda men buxgalter bo'ladigan bo'lsam, hozir endi ancha mamlakatimizda keng tarqalgan jihat bor. Bitta buxgalter deylik 10-15 ta korxonani hisobotini yurg'izib boradi. Men bilishim bo'yicha, endi uncha bunaqa buxgalter emasman, ozgina bilishim bo'yicha, agarda menda deylik 10 ta tashkilot yuritadigan bo'lsam hisobini, u har bitta tashkilotni o'zini o'sha elektron kaliti orqali kirib ishlatishim kerak bo'ladi. Shunday. To'g'rimi? Va hozir men Keepingda ko'rdim, ozgina tariflar bor ekan, o'sha 10 tagacha, 25 tagacha, 50 tagacha bo'lgan firmalar uchun qanaqangi qulaylik tariflar qilib berilgan ekan. Agarda menda shunaqa 10 tacha firma bo'ladigan bo'lsa, korxona bo'ladigan bo'lsa, uni hisobini yuritish uchun xuddi shunaqa o'sha har bittasiga отдельный
elektron kalit bilan kirib yurg'iziladimi shunaqa bir unda ham yo bunda boshqacha bir yuritiladimi? Hop, hozir siz aytgan faoliyat outsourcing buxgalterlar uchun mo'ljallangan bir imkoniyat hisoblanadi. Keepingda buni imkoni bor. Ya'ni outsourcing buxgalterlar uchun o'zlariga o'sha firma tomonidan berilgan dostуп asosida barcha o'zlariga tegishli bo'lgan firmani bir sahifaga biriktirib olib, o'ziga biritilgan logon asosida barcha firmasini yuritsa, boshqarsa bo'ladi. To'ldiraman. Hozirgacha masalan bizgacha bo'lgan Keeping o'zgacha bo'lgan davr deylik, davrga bo'laylik. Keeping o'zgacha bo'lgan davrda outsource xizmati qanday edi? Siz buxgaltersiz, firma rahbariman. Siz meni buxgalterimni yuritishingiz uchun men sizga elektron raqamli imzoyimni berishim kerak. Bilasiz, bu xavfsiz emas. Qanday yechim bor Keeping o'zida? Men kiraman, shaxsiy kabinetimga kiraman. Men o'sha tashkil firma egasi sifatida kiraman. Sizga dostup beraman. Bizda shunaqa imkoniyat bor. Men Abdullajonov Otabekka dostup beraman. Men o'sha sizni pinifeyingizni kiritganimdan keyin sizni shaxsiy kabinetingizda, albatta ungacha siz ham buxgalter sifatida Keeping o'z ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Meni ma'lumotlarim sizda ko'rinadi. To'liq dostup bersam, to'liq ko'rasiz yoki qisman ma'lum yoki fakturalarni yoki bankni yoki faqat omborni dostup berishim mumkin. Faqat o'shani ko'ra olasiz. Deylik, sizga to'liq dostup berdim. Bemalol, ключ shart emas, bemalol o'sha hisobot hammasi sizda ko'rinadi. O'sha shaxsiy ключim bilan ko'ra olaman. Bemalol ko'ra olasiz. U yerda biz dostup berdik, sizga login parol berilgan, o'sha login parol bilan kirib bemalol ko'raverasiz. Ya'ni xavfsizlik darajasi ham aynan elektron raqamli imzoni tarqalib ketmaslik nuqtai nazaridan ancha xavfsiz. O'z-o'zidan yana savol kelib chiqadi. Platformada endi baribir korxonani yoki o'sha buxgalterga ko'plab ma'lumotlar saqlanadi-yu. Buni xavfsizlik darajasi qanaqada? To'g'ri savol. Qay darajada? Xo'p, xavfsizlik darajasi xuddi boshqa bir o'sha davlat tashkilotlarining elektron sahifalari kabi xavfsiz. Sababi nima deyman? Barcha o'sha yirik sahifa saytlarni elektron bazasi saqlanadigan joyda, serverlarda saqlanadi. Keeping bazasi ham nafaqat bir dona 3 kopiyada, 3 ta joyda saqlanadi. Ya'ni 3 nusxada saqlanadi. Mabodo endi har xil holat bo'lishi mumkin. Qaysidir biri ishdan chiqqan bo'lsa ham, qolgan ikkitasi o'rnini to'ldirib va uni rezerv sifatida, ya'ni qaytarib joyiga qo'yib, davom ettirib ketishni ta'minlab berib turadi. Bu tomondan xavfsizligi to'g'risida xavotir olishmasa ham bo'ladi. Bu to'g'risida o'sha Keeping ofertasida ham to'liq bayon etilgan. Mana eshitdinglar? To'ldiraman. Xavfsiz ekan. Otabek, to'ldiraman. Yana bir nima deydi? Xavfsizlik tomonimiz. Deylik, masalan Keeping uz, yana o'sha gap, Keeping o'zgacha bo'lgan davrni aytaylik. Buxgalteriya hisobi ma'lum bir kompyuterda yuritiladi. U yerda qandaydir buxgalteriya programmasi o'rnatiladi va unda yuritiladi. Texnika kuyib qolishi mumkinmi? Mumkin. Yer xamirlarda hozir sinib qolishi mumkin, tushib ketib, to'g'rimi? Yoki yong'inlar ko'p bo'ladi, yong'in bo'lishi mumkin. Yong'in bo'lishi mumkin. Xudo saqlasin. Kompyuter ketdi, buxgalteriya yo'q. Buxgalter aniq infarkt bo'ladi. Arxiv yo'q shu bilan. Arxiv yo'q. Arxiv bo'lsa ham o'sha yerda kompyuter ichida turibdi. Tashqi manbada yo'q. Uni nusxalash imkoniyati yo'qmi? Yo'q, bor. Nusxani ham qayerga olasiz? O'sha kompyuter ichiga saqlaysiz. Uni olib kamdan kam bo'ladi buxgalter yonida alohida vint olib ko'chirib yuradi. Xart olib ko'tarib yurishi. Fleshkadagi. Juda kam. O'sha o'ylaydi, to'g'ri buzilguncha o'ylaydi, yo buzilmaydi. Buzilmaydi, to'g'ri. Notebooklar ham, kompyuterlar ham ancha mustahkam qilingan, lekin xavfi bor-ku. Bor. Bizda unaqa emas. Yondi, kuydi yoki yaroqsiz bo'lib qoldi degan narsa emas. Narsa yo'q. Yoki yana boshqa kompyuter buzilib qoldi, boshqa kompyuterga kirib ishlab ketaveradi. Xohlagan kompyuterga kirib, login parol terib ishlab ketaveradi. Planshetdan kirib ishlab ketaverasiz. Planshetdan ishlatish mumkin. Avtobusda turibsiz, avtobusda ketyapsiz, metroda ketyapsiz masalan. Yoki Tailandda yuribsiz. Topshiriq bo'lib qoldi. Qo'lingizda planshet bor, kirdingiz ma'lumot qo'lingizda. Masalan. Zo'r-ku. Boshqa taraf. Men siz buxgalteringizman. Siz bilan kelisha olmadim. Haqimni bermadingiz. Bermayman dedim buxgalteriyangiz. Menda turibdi, nima qila olasiz? Siz yaxshi inson deb o'yladim. Xo'sh. Deylik, yaxshi bo'lmay qoldim. Yomon tarafim ham bor ekan. Nima qila olasiz? Buxgalteriyangiz yo'q, menda bor. Men yuritganman. Hech narsa qila olmaysiz. Keeping o'z holatidachi? Do'stlik shuni yo'qmi? Bo'ldi, tamom. Sizda, ya'ni korxona egasi sifatida sizda ustunlik bor. Elektron raqamli imzo
isroga tugasi yoki kuyda yoki boshqa narsa yangisini olsangiz ham sizda dostуп bor. Ha. Tushunarli. barcha kiritilgan ma'lumotlar arxiv sifatida avtomat ravishda shakllanib chiqaveradi. Xo'p, planshet deyapsizlar. Telefonda imkoniyati bormi ishlatishi? Mobil ilovasimi, nima yoki kelajakda qanaqadir rejalarda bormi? Kelajakda rejamizda bor. Hozir jarayonda aytib o'tganimizdek Telegram botimizda bir qisman ma'lumotlarni avtomatlashtirganmiz. Mana shu keepingni telefon variantini chiqarish maqsadida mobil versiyasida birinchi qadamlar shu Telegram bo'yicha ketyapti. Kelajakda rejamizda Xudo xohlasa imkon qadar shu keepingni barcha ma'lumotlarni 100% darajada shu mobil versiyasidan boshqarish imkonini. Yana qanaqa rejalar bor kelajakda? Bularni odam tushiga kirmagan, xayoliga kelmagan qanaqangidir feature qilish. Rejalarimiz ko'p, endi hammasini ochib yuborsak bo'lmaydi-da. Aha. Ochsa bo'ladigan aytaylik. Podkastdan chiqqandan keyin jamshid ko'rishib beradilar. Hammasini aytib turasan. Ochsa bo'ladigan aytaylik bitta. Jamshidga nimani ayta olamiz? Xo'p, birinchi qulayligini aytaylik. Xo'p. Qulayliklari misol uchun hozir aytib o'tganimizdek onlaynligini aytdik. Birinchidan, ikkinchidan bitta firmani faoliyatini, buxgalterini faqat bir kishi yuritish shart emas. Bir nechta foydalanuvchi birdaniga kirib ishlatish mumkin. Bunaqa chegara qo'yilmagan. Joy hamda o'sha makon va zamon dedik-ku, xuddi shunaqa chegara yo'q keeping uchun. Xohlagan joyda, xohlagan kishi kirib bemalol ishlashi mumkin. Bu qulay imkoniyatlardan bittasi. Ikkinchisi, barcha ma'lumotlar bir joyda deganimiz buni ichida o'sha aytib o'tganimizdek elektron hujjat aylanmasi o'zida bor. Hisob faktura qabul qiladi, imzolaydi, yuboradi. Barchasi ichida bor. Elektron hujjatlar. Nafaqat hisob faktura, boshqa barcha elektron hujjatlar. Buxgalteriya hisobiga oid barcha hujjatlar raqamlashtirilgan. Xuddi shunday. Undan tashqari faqatgina buni o'sha elektron hujjatlarni qabul qilib yuborish emas, bularni balansga qabul qilishda ham qulay imkoniyatlari qo'yganmiz. Ya'ni birdaniga bir nechta shot fakturaga provodga berish, balansga qo'shish. Bu buxgalterni vaqtini tejab beradi, zamonlarni oshirib beradi, xatoliklarni kamaytirib beradi. Bu juda ham muhim tomoni, chunki bitta xato qildi, birinchi marta xato qilgan xatosi eng oxirgi hisobotda xatoda ko'rsatadi. Uni topish uchun orqaga qaytib kelish kerak, shuncha qayerdaligini. U narsani boshida biz hal qilib beramiz. Tushunarli. Yana to'ldiraman. Endi kelajakdagi rejalar jamshidga qanday qabul qiladi endi podkastdan keyin bilamiz. O'zini o'zi nazorat qilib borish tizimi bor. Qanaqa bo'ladi u? Ya'ni xatoni aynan balans qilayotganda sezish emas, kunlik. Masalan, bugun qaysidir provodkani berdi, tizim hozircha bu reja qaysidir modullarimizda ishlayotgan turibdi. Buxgalter xato qiladigan bo'lsa, tizim aytadi. Odatda bu mana bunaqa bo'ladi, mana provodka mana bunaqa bo'ladi deyiladi. Bu qanaqa tizim o'zidami yoki sun'iy intellekt orqali amalga oshiradimi? O'zi sun'iy intellekt qanchalik ishlaydi o'zi? Bormi o'zi? Sun'iy intellektchilarimiz ham hozir dastur ustida ishlashyapti. Asosan u yerda qonunchilikka doir savollarga javob berish. Dastur ishida ham, platformani ishida ham bor. Masalan, hozir mana Jamshid akam aytganlaridek, o'sha bitta provodkani siz oldin berdingiz, keyingi safar o'zi olib kelib qo'yadi shu narsani. Shu oldin shu provodkani bergan eding. Shuni saqlaymi, saqlamaymi? Hadis bo'ldi, tamom. Yoki masalan, ma'lum bir bank operatsiyalari bor. Siz bir marta ko'rsating. Oddiy bank operatsiyasi, bank xizmatlari ko'rsatish foiz oladi-ku, foiz oladi. Siz bir marta o'sha provodkasini berib qo'ying, bo'ldi. Masalan, boshqa dasturlarda, boshqa buxgalteriya dasturlarida siz har bittasiga kirib alohida to'g'ri aytibman, provodka berish kerak. Berish kerak. Bizda birinchidan buni guruhlashni, hali boshida aytdim-ku, bu buxgalteriya hisobini tiklashni osonlashtirganmiz dedim-ku. O'zi masalan, deylik siz 2020-yildan 2026-yilgacha bo'lgan davrni tiklamoqchi bo'lsangiz, bankni yuklab tahlilni bossangiz, 5000 ta tranzaksiya bor. Ichida deylik 1000 ta bank uslugasi yechilgan, bank foizi yechilgan debit оборот uchun. O'sha 1000 ta bor deydi. 1000 taga bir marta provodka berasiz, bo'ldi. Tamom. Boshqa tizimlarda har bittasiga bittadan berib chiqish kerak. Balkim bordir, lekin bu darajada emas. U yo'q, misol uchun avvalgi programmalarda ishlab ko'rganman. Xuddi shunaqa ko'p bo'ladigan narsani bitta Excelga jamlab turib, bitta portga berib qo'yiladi. U qachon bo'lganini to'g'risida ma'lumot yo'q, lekin bizda kunigacha qo'yib beradi jotiga. Tushunarli. Audit bo'yicha qanaqangidir
ishlarni amalga oshirish mumkinmi? Uni bekorga so'ramadingiz. Menimcha xabarni ham eshitgansiz shekilli. Eshitdim-da. Bu narsani. Anaqalarimizni nima deydi? Munajjimlarimizni bildirishlaricha deydi-ku. Shunga o'xshab. Munajjimlarimiz yaxshi ishlayapti, ko'rsatmasi. Jamshid aka o'zi to'ldirib berasizmi? Xo'p, auditimizni dastlabki etap haqida gapiramiz. Keyingilarini kelgusi rejalarimizda bir Mayli, aytsa bo'ladigan aytaylik. aytsa bo'ladigan aytamiz. Xo'p, auditimizni hozirda ish ketayotgan ishimizni, ya'ni o'sha korxonani 1 yillik faoliyatini tahliliy, ya'ni auditga kerak bo'ladigan ma'lumotlarning jamlanmasini chiqarib beradi. Ya'ni bu auditorni ishini tezlashtirib beradigan bo'limimiz ham bor. Ikkinchisi korxona o'zini audit qila oladi degan xudo xohlasa jarayonda. Ya'ni 1 yil faoliyatni ma'lumotini yakunladi buxgalterda, auditga bosganda shuni 1 yillik o'zini tahliliy natijasini chiqarib beradi. Ya'ni qayerda xato qilyapti, qanday natijaga yetib keldi. Buni buxgalter ko'zi bilan ko'rsa nima-yu, auditor tomonidan ko'z bilan ko'rsa nima natija beradi. Bu to'g'risida ma'lumotlar jamlangan, tahlil qilingan, tavsiyalar bilan inshaalloh xudo xohlasa Sinovdan taqdim qilamiz. Yo'q, jarayonda. Bu hozir yana aytaman, misol uchun asosiy imkoniyatlarimizni aytdik, misol uchun elektron hujjat tayyorlamasi bor ichida dedik, bank provodkalarini yengillashtirib beradi dedik, ish haqi tiklash ma'lumotlarimizni qisqa fursatlarda bir necha yillik ma'lumotlarni tiklab berish mumkin. Bu buxgalteriya qismining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Asosiy mana shu 3 tomoni bo'lsa, qolgan внутреннийsini, ya'ni buxgalter o'zi qiladi, ichki kirim chiqimlarini. Mana shunday imkoniyatlardan tashqari aytaylik, o'sha elektron hujjatlarni, elektron hisobotlarni tayyorlab berish shakllari bor, xizmatga o'zi shakllantirib beradi. Endi hozir 26-yildan bemalol o'sha yerda ma'lumotni olib yuborishlari mumkin. Bu hozir aytib o'tgan imkoniyatlarimiz boshqa programmalarda ham balkim bordir, lekin bu bizni imkoniyatlarimiz boshlanish. Keyingi imkoniyatlarimiz ham foydalanuvchilarimiz juda ham xursand qiladigan darajada imkoniyatlarimiz bor, jarayonda bo'ladigan. Xudo xohlasa kelgusida bemalol ko'rib foydalanishlari mumkin bo'ladi. Buxgalter miyasida masalan keyingi hafta men nima qilaman, keyingi oy mana bu kontragentlarga faktura berishim kerak degan ma'lumotlarni yig'ib ko'tarib yurish shart emas. Shu narsalar keeping o'zi imkoniyatini qilganmiz. Masalan deylik, qaysidir korxonalar bilan ishlaydi korxona. Unga har oy faktura berish kerak. Kiritib qo'yadi. Har oyning oxirgi sanasida, masalan, ijarani. Shunday. Ijaraga bergan, korxona binosini ijaraga bergan. Ijara har oy yakunida faktura berish kerak ijarachiga. Daftarda buxgalter yozib falonchitada mana bu nimalarga faktura yuborishim kerak degan narsani miyasida ko'tarib yurish yoki daftarga shart emas. Tizimga kiritiladi. Har oyning oxirgi sanasida tizimni o'zi, keeping o'z platformasini o'zi fakturani o'zbekchasi nima bo'ladi? Qoralamami? Qoralama sifatida yaratib beradi. Kirasiz, ochasiz, bir ko'rasiz, отправить yozasiz. Tekshirib, ko'zdan kechirib jo'natib yuborasiz. Tushunarli. Savdo umumiy ovqatlanish shoxobchalari uchunchi hisob kitoblarni yuritish bo'yicha qanaqangidir ishlar amalga oshirilganmi? Bu bo'yicha ham biz imkoniyatlar qilganmiz. Ya'ni bu keeping platformasi asosiy baza desak, xuddi shu bazani qo'shimcha modul sifatida o'sha ovqatlanish hamda chakana savdo korxonalari foydalanadigan sistemalarimiz bor. Ulardan foydalanishsa, ya'ni o'sha savdo ovqatlanish korxonalarida foydalanuvchilari asosiysi, ya'ni o'sha sotuvchi kassir deymiz. Ular uchun buxgalteriya qiziq emas. Ular faqat mahsulot sotish bilan foydalanadi. Ular mahsulot sotib o'sha bizning sistema orqali mahsulotlarni sotganda buxgalter undan mahsulot ma'lumot so'rash shart emas hisobot. Nima sotding, nechta sotding, qanchaga sotding. Avtomatik ravishda tizim, programma o'zidan mahsulotlarni chiqim, kirimlarni tayyorlab beradi. Yana bir nozik jihati, hozirgi savolingiz bo'yicha, savdo va umumiy ovqat shoxobchalari bo'yicha. Amaliyotda juda keng tarqalgan kamchilik, ya'ni o'sha sotuvchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xato. Masalan, sotuvchi uchun farqi yo'q. Ruchkasi bor. Nimasida turibdi? Nima deydi? Peshtoqda turibdi. Ruchka bor, men sotaman, mana ruchkani sotadi. U ruchka yozadi. Unda prihodda nima yozilgani? Uni ishi yo'q. Masalan, bu ruchkani ham o'zining nimasi bor-ku, modeli bor, boshqasi bor. Artikullar. Ruchka deb yozib beradi. Ertaga siz shu bo'yicha masalan siz ruchkani sifat qilyapsiz yoki deylik agar sotayotgan bo'lsangiz, chekida chiqadi-yu, masalan, ruchka deb chiqadi. Holbuki sizni ostatkangizda yo'q, qoldi omboringizda yo'q u narsa. Xuddi shu narsa. Soliq xat beryapti. Omboringda yo'q edi bunaqa narsa, lekin sen sotding shuni. Kirim hujjati bo'yicha nima deydi, konfliktga borishi mumkin. Bizning tizimda bu xatoga yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni qanday? Bizda dasturdan foydalanadigan bo'lsa, o'sha nomini ham aytishimiz mumkin, do'kon modulimiz bor.
Aha. Yoki alohida chakana savdo modulimiz ham bor, bu kattaroq. Mhm. Do'kon moduli bu kichkinaroq, hozir yana bir yengilroq variantini ishlab chiqyapmiz. Mhm. Ya'ni sotuvchini kompyuterida yoki o'sha nimasida, qurilmasida buxgalteriyaga kirim qilingan tovarlar qoldig'i ko'rinadi. Mhm. Bor narsani sotadi. Shu ruchka deb yozganda, masalan, ruchka deb yozdi, variantlar beradi. Ruchka Ha. nomlar, modellar bilan Ko'k beradi. ruchka, qora ruchka, siniy ruchka. Aha. Shunaqa. Tanladi, sonini qo'ydi, narxini qo'ydi, chiqardi, tamom. Hmm. Avtomat qoldiqdan ham, omurdan ham spisat bo'ldi. Mana shunaqa kamchiliklari bartaraf qilamiz. Juda yaxshi. Hozir mana Jamshid ham aytib o'tdilar, 20 mingdan oshiq foydalanuvchi ishlatilyapti deb. Kattaroq firmalar ham ishlatishadimi KP'ni? Klientlardan? Ana Fardin javob bersin. Buni xudo xolasa yaqin kunlarda o'zi saytimizda ham e'lon qilamiz. Aha. Hattoki aviakompaniyalar ham qiziqish bildirishdi. Tailand bekor ketmagan ekan, xo'sh. Shunday. O'shalar bilan uchamiz Tailandga. Aha. Qiziqish bildirishdi. Aha. Borib ko'rsatib berdik, Aha. prezentatsiya qilib berdik. Mhm. Ish jarayoni tashkil etish boshlash arafasida turibmiz. Jarayon boshlanyapti. Mhm. Nasib qilgan bo'lsa, aviakompaniyani to'liq avtomatlashtirib beramiz. O'sha nafaqat buxgalteriya hisobi, u yerda CRM ga o'xshagan tizim bo'ladi. Xodim, sotuv, agentlar, ularda agentlar bo'ladi-yu, tur agentlar, bilet sotadigan nimalar hammasini yagona oyna tizimi asosida birlashtirib beramiz. Demak, tushunishim bo'yicha, agarda qandaydir kattaroq korxona o'zida shu deylik KP'ni qanaqadir buxgalteriya uchetini yoki hisob-kitobini yuritmoqchi bo'lsa va unga kerakli bo'lgan narsalarini sizlarga ma'lum qilsa, sizlar ular uchun shunaqa qulaylik darajadagi narsalarni yasab berishingiz mumkin. Tizim shunaqa. Shunday. Albatta bu narx ichida emas, endi aytib ketishimiz kerak, yana qo'shimcha foydalanuvchilarimiz noto'g'ri tushunmasin. Har qanday qo'shimcha xizmat, ya'ni dasturchilar tilida darabotka deyiladi, bu ma'lum haq evaziga bo'ladi. Qilsa bo'ladi, tizim qilib bersa bo'ladi. Juda gibki, nima deydi, gibki qilib yaratilgan. Moslashuvchan. Shunday. Xo'p, hozir mana imkoniyatlar haqida eshitdik, uni afzalliklari, boshqa haqida ma'lumotlarga bildik. Endi bitta savol, so'nggi savol desak ham bo'ladi. Buxgalter nima uchun KP'dan foydalanish kerak? Undan foydalansa nima unga plus bo'ladi? Qaysi jihatlarda deb tavsiya qila olasizlar? Nima uchun aynan KP'dan foydalansa unga qanaqadir qulay bo'ladi? Xo'p, men javob beraman. Misol uchun aytaylik, hozir O'zbekistondagi buxgalterlar sinfini barchasini mutaxassis, oliy darajali mutaxassis buxgalterlar deya olmaymiz. Buxgalterlar bizlar kechirsin, baribir darajasi har xil hammasiniki. Darajasi yuqori bo'lganlar uchun ular programmatorlar men xohlagan programmasi hisob chiqarib ketishlari mumkin. Lekin qolgan sinf, ya'ni quyi darajasi past bo'lgan sinfdagi buxgalterlarimiz ham bemalol buxgalter hisobini oliy darajadagi buxgalterlar qatoridagi saviyaga teng bo'lgan hisobot tayyorlab olish uchun bu qulay imkoniyat. Chunki bu o'zi xatolarni o'zi to'g'rilab beradi, ma'lumotlarni avtomatlashtirib beradi, tezlashtirib beradi. Tezroq natijasini ko'rsatib berishi mumkin bo'lgan platforma bo'ladi. Shuning uchun bundan eng asosiy foydalanuvchilarimizdan ko'p qismi, asosiy sinfi o'sha o'rta biznesni yuritadigan buxgalterlar uchun qulay keladi. Jamshid ham to'g'ri aytdilar. Masalan, uzr so'rayman, albatta, o'sha kerakli malakaga ega bo'lmagan bilimi bo'lishi mumkin, praktikasi, tajribasi yetishmasligi mumkin. Hozir masalan buxgalteriya hisobi bo'yicha o'qish kurslari juda ko'p. Nazariy bilimi zo'r bo'lishi mumkin. Zo'r. Lekin tajribasi yo'q. Men bitta firmaman, Jamshid ham bitta firmalar. Men tajribam yo'q. Endi bu ham sekret Jamshid aka aytsam bo'ladimi, bo'lmaydi. Endi ozgina aytib ketaman. Jamshid aka bilan ma'lum bir operatsiyada ishlayapmiz. Bitta oldi berdimiz bor. Ikkita korxonamiz. Ikkita korxona, bitta ma'lum bir operatsiyamiz bor. Jamshid aka, men tajribam yo'q, tajribasi buxgalterman. Shu korxonaning tajribasi buxgalterman. Jamshid aka ham to'g'ri provodka beradilar o'zlarida. Jamshid aka ham provodka bersalar, menda o'sha ko'rinadi. Tushuntira oldimmi? Yo'q. Jamshid aka ham o'zlarida alohida provodka berishlari, men alohida provodka berishim shart emas. Keepingni foydalanuvchisi bo'lsak agar. Shunday.
o'zaro nazorat ham bo'ladi. Jamshid ham provodka beryaptilar ma'lum bir operatsiyani. U aniq operatsiya bor ekan hozir ayta olmayman. Tijorat siri. Xo'p. Avtomatik ravishda mani buxgalteriya hisobimda o'sha provodka man tarafida ko'rinadi. Endi Albatta Jamshid aka bilan bir xil emas, qarama-qarshi tarafi. Debit krediti bor-ku. Manda ko'rinadi. Xulosa vaqt qadriga yetadigan, o'zini qadriga yetadigan buxgalterlar o'tishini tavsiya qilaman. Baribir o'tadi. Dastur juda mukammal ishlab chiqilyapti, to'xtaganimiz yo'q. Asosiy maqsadimiz, aytdim-ku, buxgalter ko'rsin. Quyosh chiqishini, quyosh botishini ko'rsin. Borib oilasi davrasida ko'proq bo'lsin. Shanba, yakshanba bolalar bilan yursin. Ya'ni hozircha to'g'ri reklamaga muhtojligimiz bor. Ishlatgan buxgalterlar buni mazasini bilishyapti. Ishonaman, aytdim, vaqt qadriga yetadigan buxgalter baribir tizimga o'tadi. Demak, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz orasida o'zini vaqtini, o'zini qadrini qadrlaydigan buxgalterlarimiz yoki bo'lmasa tashkilot rahbarlari bo'lsa, Keeping platformasini sizlarga tavsiya qilamiz. Keeping platformasi orqali o'sha 8 soat, 10 soat ishxonada o'tirmasdan 2 soat, 3 soat ishingizni bajarib, qolgan ishlaringizni ko'chada hal qilishingiz ham mumkin bo'lar ekan. Mana hozir tavsiyalarni eshitdik. Sizlarga tashakkur. Hurmatli vaqtinglarni ayamasdan tashlab yurganinglar uchun. Bilamiz, men kompyuterda o'sha yerda hal qilib qo'ygansizlar, hamma hisobotlarni, boshqasini. Shunchalik vaqt topib kelganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif qilganinglar uchun. Kelajakdagi mana shu hozir aytib o'tgan g'oyalarimizni realizatsiya qilganimizda ular bo'yicha yana bitta podkast qilib beramiz. Balkim real misolda, masalan, ekran qo'yib bersangiz, real korxona misolida buxgalteriya hisobini tiklash yoki o'sha hali aytgan bir nechta qulayliklar aytdik-ku, ko'rsatib berishimiz mumkin. Tushunarli. Demak, bu boshlanishi, yana yaxshi yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu insonlarni yana studiyamizda ko'rishdan albatta har doim xursand bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agarda Keeping bo'yicha qanaqadir izohlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentlarda yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Bugunga yetadi. Rahmat. Siz ham bizga obuna bo'ling, like bosishni esdan chiqarmang. Sizlar uchun ishlaymiz. Sog' bo'ling.